qodir bo'lgan, har narsaga qodir bo'lgan zot. Sen esa nimasan banda? Zaifsan. U seni hamma dushmanlaringdan quvvatli, koinotdagi hamma narsadan kuchli. U osmonlar va yerni yaratgan zot. Hamma ish uni qo'lida. Mana shu osmon bilan yerni ishi ham uni qo'lida. Qarang. Astagfirullah. Ala lahul xalqu val amr. Ogoh bo'lingiz kim? Yaratish va buyurish faqat unikidir. Nima degani? Odam bolasi samolyot yasadi. Yasadida sotdi. Endi samolyot boshqa birovlarning qo'lida. Sotib olganlar u samolyot bilan xohlagan tomoniga uchadi, xohlagan ishini qiladi. Sotgan odamning qo'lidan chiqdi. Yasovchini ishi bo'ldi, lekin undan keyingi samolyotning ishi sotib olganlarning qo'lida bo'ldi. Shunaqada, to'g'rimi? Nima deymiz? Temir